Istanbulda yana o'zbekistonlik ayol so'yib ketildi. Sirdaryodagi dahshatli avariya, 2 o'smir halok bo'ldi. Denovda 15 yoshli qizni majburlab erga berishdi. O'zbekistonda inson a'zolarini sotuvchi guruh ushlandi. Elon Musk Marsda shahar qurmoqchi. Suriya rahbari BMT minbarida tarixiy nutq so'zladi. Shu va boshqa muhim xabarlarning to'liq tafsiloti Suratdagi haqiqat kanalining hafta dayjestida. Turkiyaning o'zbekistonliklar eng ko'p istiqomat qiladigan megapolislardan biri Istanbulning Fotih tumanida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 36 yashar Zulayho bo'g'zidan pichoqlanib o'ldirib ketildi. Bu haqda Turkiya mahalliy ommaviy axborot vositalari bong urdi. Ayol Oqsaroy mahallasidagi ijara uyida bo'g'zidan pichoqlangan holda topilgan. Uning do'stlari Zulayho bilan bir necha kun davomida bog'lana olmagach, bu haqda uy egasiga xabar berishgan. Uy egasi va ayolning dugonasi undan xabar olish maqsadida xonadonga kelgan va eshikni yordamida ochishgan. Uy ichida esa Zulayxoning bo'g'zidan pichoqlangan holda jonsiz yotganini ko'rishgan. Shundan so'ng zudlik bilan politsiyaga xabar berilgan. Voqea joyiga tergov guruhi va tez tibbiy yordam yetib kelgan. Shifokorlar ayol allaqachon vafot etganini aniqlagan. Jasad sud tibbiyot instituti o'likxonasiga olib ketilgan. Voqea yuzasidan qotillik gumoni asosida surishtiruv ishlari boshlangan. Ma'lum bo'lishicha, u bir necha yil avval Turkiyada bo'lish qoidalarini buzgani uchun deportatsiya qilingan va mamlakatga kirishi taqiqlangan. Keyinchalik Turkiyaga ism-familiyasini o'zgartirgan holda kirib borgan. Sirdaryodagi dahshatli avariya, 2 o'smir halok bo'ldi. Joriy yilning 19-sentyabr kuni Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanida sodir bo'lgan dahshatli yo'l transport hodisasida 2 nafar voyaga yetmagan shaxs vafot etdi. Ma'lum qilinishicha, voqea o'sha kuni soat 22:00 atrofida tumanning Furqat mahallasi hududidan o'tuvchi mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'lining Sholikor-Sirdaryo yo'nalishi 1-kilometrida sodir bo'lgan. 15 yoshli fuqaro otasiga tegishli bo'lgan Lacetti avtomashinasini beruxsat boshqarib ketayotib, yuqori tezlik oqibatida boshqaruvni yo'qotgan hamda yo'l chetidagi zovurga tushib ketgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida avtomashina salonida bo'lgan 2 nafar voyaga yetmagan yo'lovchi voqea joyida vafot etgan. Haydovchi esa tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi, ya'ni transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Denovda 15 yoshli qizni majburlab erga berishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyatida 15 yoshli qiz turmushga berilgani haqida xabarlar tarqalgandi. Mazkur holat yuzasidan Ijtimoiy himoya milliy agentligi ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, ushbu holat viloyatning Denov tumanidagi Ozod mahallasida yashovchi fuqaro bilan sodir bo'lgan. 2025-yilning iyul oyida qizni turmushga berish harakati bo'yicha mahalla yettiligi va ijtimoiy xodimlar tomonidan hamkorlikda tekshiruv o'tkazilib, voyaga yetmagan shaxsni turmushga berish hujjatlariga zid ekani ta'kidlangan va oilaga ogohlantirish berilgan. Shunga qaramay 2025-yil 10-avgust kuni nikoh marosimi o'tkazilgan. Ushbu holat bo'yicha mahalliy profilaktika inspektori tomonidan qonunchilikka muvofiq ma'muriy javobgarlik chorasi qo'llanib, aybdorlarga jarima belgilangan. Bildirishicha, ayni damda qiz Denov tumanidagi kasb-hunar maktabida ta'lim olmoqda hamda uning huquqlari va ta'lim jarayoni mutasaddilar tomonidan doimiy nazoratga olingan. Oradan biroz vaqt o'tib, qizning otasining video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. U o'z murojaatida xotini ishlash uchun Rossiyaga ketgani, bolalar esa qaynonasining qaramog'ida bo'lgani va shu vaqt davomida qiz majburlab erga berilgani haqida gapirgan. Shuningdek, qiz otasi bilan ko'rishgani uchun sochlari olinib, tahqirlab kelingan. Hozirda qiz bilan oila qurgan kuyovga va ularning nikohini o'qigan fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistonda inson a'zolarini sotuvchi guruh ushlandi. Toshkent shahri hamda Toshkent, Farg'ona, Buxoro, Qashqadaryo viloyatida inson organlari va to'qimalari savdosi bilan shug'ullangan uyushgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Qayd etilishicha, ushbu hududlarda yashovchi 12 kishidan iborat jinoiy guruh ijtimoiy tarmoqlar orqali buyrak va jigar kasalliklaridan aziyat chekayotgan bemorlarni topib va sog'lom fuqarolarni mo'may pul evaziga o'z organini sotishga qiziqtirib, chet eldagi tanishlari yordamida shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni qalbakilashtirish orqali ularni go'yoki qarindosh sifatida ko'rsatib, qo'shni davlatlarning bir
biridagi xususiy klinikada jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirishgan. Uyushgan jinoiy guruhning 2023-2025 yillardagi faoliyati davomida 32 ta bemorga buyrak yoki jigar to'qimalari ko'chirib o'tkazilgan. O'z navbatida bemorlardan olingan katta miqdordagi pul mablag'larining ma'lum bir qismi operatsiya uchun xususiy klinikaga hamda donorlarga berilgan. Qolgani esa o'zaro taqsimlangan. Shuningdek, jarrohlik amaliyotidan keyin sog'liqlarida ijobiy o'zgarish bo'lmagan bemorlarga og'riqni qoldirish maqsadida jinoiy guruh tomonidan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari qimmat narxlarda sotilgan. Uyushgan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan Jinoyat kodeksining 4 ta moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan. Hozirda jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqish uchun sud organlariga yuborilgan. Elon Musk Marsda shahar qurmoqchi. SpaceX asoschisi va bosh direktori Elon Muskning fikricha, agar og'ir yuk ko'taruvchi raketalar bo'yicha bir nechta muhim yutuqlarga erishilsa, insoniyat 2055-yilga borib, Marsda barqaror va o'zini o'zi ta'minlaydigan koloniya tashkil eta oladi. Muskning so'zlariga ko'ra, agar Marsga parvozlar orqali yetkazib berish mumkin bo'lgan tonnajni eksponensial ravishda oshirilsa, 30 yil ichida odamzod Marsda yashashni boshlaydi. Tonnajni ko'paytirish juda muhim, chunki Marsdagi aholi punkti turar joy robot yordamchilarigacha turli xil narsalarni talab qiladi. Jumladan, oziq-ovqat yetishtirish, Mars atmosferasidan yoqilg'i olish, mikrochiplar, kompyuterlar va raketalarni ishlab chiqarish uchun materiallar kerak bo'ladi, deydi Musk. Ma'lumotlarga ko'ra, kelajakda to'liq qayta foydalanish mumkin bo'lgan Starship V3 transport tizimi ushbu vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan bo'lib, orbitaga 100 tonnadan ortiq foydali yukni olib chiqadi. Bu Falcon Heavy raketasining yuk sig'imi hajmidan taxminan 2,5 baravar ko'p degani. Biroq Falcon Heavy'dan Falcon 9 kabi faqat qisman qayta foydalanish mumkin. Ishlab chiqaruvchilarning fikriga ko'ra, Super Heavy va Ship bir nechta parvozlarni amalga oshira oladi. Muskning so'zlariga ko'ra, Starship V3 ning balandligi taxminan 124,4 metr bo'ladi. Starship V2 niki esa 121 metrga teng. Ushbu 3-versiya Marsga ucha oladigan transport tizimining birinchi modifikatsiyasi bo'ladi. SpaceX kelgusi yilning boshida undan Marsga birinchi uchuvchisiz missiyalarni amalga oshirish uchun foydalanmoqchi. Suriya rahbari BMT minbarida tarixiy nutq so'zladi. Suriya muvaqqat prezidenti Ahmad Ash-Shara o'z mamlakatining o'tgan avlod zulmidan voz kechayotganini e'lon qilib, Suriyaga nisbatan qo'llangan sanksiyalarni to'liq bekor qilishni talab qildi. Bu haqda Ash-Shara 24-sentyabr kuni BMT bosh assambleyasining 80-yubiley sessiyasidagi tarixiy nutqida aytib o'tdi. Mamlakat rahbari o'z so'zida xalqaro hamjamiyatni mintaqada yangi mojarolar kelib chiqishini oldini olishga chaqirgan. Men sizning oldingizga tarixiy poytaxt Damashqdan keldim. Bu madaniyatlar vatanidir. Dunyoga sivilizatsiya mazmunini o'rgatgan yer, degan Suriya rahbari. U so'zlarida Suriya 60 yil mobaynida bosim ostida qolgani, aholining yillar davomida azob-uqubat va yetishmovchiliklarga duch kelgani, o'z huquqini talab qilib ko'tarilgan paytda esa o'lim bilan yuzlashganini qayd etgan. Mintaqaviy taranglikka e'tibor qaratgan muvaqqat prezidenti Ash-Shara 8-dekabrdan beri Isroil tomonidan Suriyaga nisbatan tahdidlar davom etayotganini ta'kidlab, Isroilni o'tish davridan foydalanib, mintaqani yangi mojarolarga tortishga urinishda ayblagan. U bunday xatarlar oqibatini hech kim oldindan aytib bera olmasligini bildirgan. Ash-Shara Suriya muammosini hal qilish yo'lida muloqot va diplomatiyaga sodiqligini ta'kidlab, boshqalarni ham 1974-yildagi bitimni hurmat qilishga chaqirgan va xalqaro hamjamiyat Suriyani qo'llab-quvvatlash kerakligini ta'kidlagan. U rahbariyat vakolat bo'shlig'ini to'ldirib, milliy dialogni boshlaganini, texnokratlardan iborat hukumat tuzganini, o'tish davri adolatli va yo'qolganlar masalalari bo'yicha komissiyalar shakllantirilganini hamda fuqarolik va harbiy institutlarni barcha qurollar davlat nazoratida bo'lish tamoyiliga muvofiq qayta tashkil etganini aytgan. Ash-Shara shuningdek Suriyaning faol diplomatiya orqali xalqaro aloqalarni tiklaganini va bu oqim natijasida sanksiyalar bosqichma-bosqich yumshatilayotganini qayd etgan. Biz sanksiyalarni to'liq bekor qilishni talab qilamiz. Holbuki ular xalqimizni cheklash yoki erkinligini yana bir bor yo'qotish uchun vosita sifatida ishlatilmasin, deya o'z so'zini yakunlagan Suriya rahbari. Qayd etish joiz, Suriyaning sobiq prezidenti Bashar Asad 2024-yilning dekabrida qariyb 25 yillik boshqaruvdan so'ng hokimiyatdan ag'darilgandi. Shundan so'ng u Rossiyaga qochib ketdi va 1963-yildan beri hukmronlik qilib kelgan Bas partiyasi rejimi tugadi. Joriy yilning yanvarida shakllangan Ash-Shara boshchiligidagi muvaqqat hukumatning asosiy diqqat markazi ijtimoiy birdamlik va xalqaro aloqalarni kengaytirishga qaratilgan.